Mana hurmatli do'stlar, xudo xolasa suvimiz chiqdi, ko'rishlaringiz mumkin. Normal 45 metr podyomda juda dahshat bo'lib chiqyapti. Ya bitta ko'rsating og'a. Mana ko'rishlaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli dehqon fermer akalar. Sizlar bilan xudo xolasa Jahongirov. Do'stlar, bu joyda 75 kilovatli sentrabijli nasosimiz bo'lgan, 3000 оборот bo'lgan u ham. Biz bu joyga buni o'rniga 150 talik 159 turbaga 55 kilovatli raketa nasoslarimizdan qo'ydik. Xudo xolasa suvlar chiqishlari zo'r. 950 metrda bir 40-45 metr podyom bor. Xudo xolasa ko'rsataman sizlarga. Xo'p. Shitlarni ham o'zimiz olib kelganmiz. Hamma narsasini birga shit, adapter plan cho'tga qo'ydik. Mana kelib ko'rsatasiz. Xudo xolasa ustalarga tavsiya qilamiz. Bizdan boshqalarga 150 taliga 200 lik avratni klapni qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Xudo xolasa nasosga nagruska bo'lmaydi. Suvlari ham zo'rmi? Zashitalarni ham chiroyli qilib berdik. Yaqinroq ko'rsating, zashitalarni ham tiqilib qoladi boshqa deganlarga shu joyda misol chiroyli qilib zashitasini ham cho'tga qilib berdik. Xudo xolasa ishlarimizni ko'rasizlar. Fermer akalar, xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Bittadan ko'ra like bosinglar, xudo xolasa qizg'anmaysizlar. Bittadan like, kanalda yangi bo'lsalaring obuna tugmachasini bosib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa bizda yangilari va ekonomlar do'stlar. Hammaga rahmat. Mana xudo xolasa nasoslar tushirishni boshladik. Har doimgidek aytiladigan gapimiz, nasoslar tushirish juda qiyin. O'shaga Samsungda yoki kranda hisobini olib qo'yishlaringizni so'raymiz. Kabellarni mana cho'tga qo'langan joy-joyiga qo'yib suvga tushirishni ham ko'rasizlar. Nega tushirib olish juda qiyinroq. Yurish kerak Вообще zo'r. Fermer akalar, xudo xolasa kayfiyat zo'r. Bu joyda 75 kilovat bo'lgan. Hozir biz 55 kilovat qo'ydik, lekin 45 kilovat rasxod qilyapti bu joyga. Davlinalari вообще zo'r mana. Ko'rsalaring bo'laveradi. Mana dalaga, bu necha gektar bu dala? 20 gektarga, pasti 20 gektarga qo'yishyapti. 75 kilovat suv bu teng yarmi bo'lgan pashti mana makkalari quryapti. Shu makkalarga qo'yishadi, xudo xolasa juda chiroyli bo'lib chiqyapti. Keyin mana o tepalikka narga 37 miz ash tepalikka olib chiqqan. Bundan pastga tushyapti hozir. Yoniga yana zakaz qilishdi. Xudo xolasa kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa, opsiyada nomer qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar, bemalol. Suv вообще zo'r. Dehqonlar o'zi aytishyapti. Bu darajada 75 ham bunaqa tashamagan aytishyapti. To'kdi ham 75 dan ko'p olgan ekan. Bu 45 kilovat rasxod qilyapti hozir. Hop. Amper 97 olyapti. 96, 97, 55 kilovat. Cho'tki, kuchlanish yo'q. Boshqa yo'q. Xudo xolasa hammaga rahmat. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Suv yoqqan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa biz xursand bo'lamiz. Kimdadir shunga oid savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, xudo xolasa izohlaringizni o'qib chiqib javob berishga harakat qilamiz do'stlar.